Hammaga assalomu alaykum. Mr. Fi kanaliga xush kelibsizlar. Bu meni birinchi videoyim. Bugun biz HM Broker haqida gaplashamiz. Aniqroq qilib aytganda, hozirda HM Brokerda aksiya ketyapti. $30 depozit berilyapti. Bu depozit bilan savdo qilishinglar mumkin, o'zini yecha olmaysizlar. Xo'p, shu depozitni men olganimdan keyin uni $88 qildim. Chiqazmoqchi bo'ldim. Shu chiqazishda menga отказ berishdi, pochtamga shunaqa xat keldi. Xullas, pravillalarini, ya'ni qonunlarini buzgan hisoblandim. Men ulardan support, ya'ni qo'llab-quvvatlash centriga yozdim. Ulardan isbot so'radim, qanaqa buzganligimni. Multi account, ya'ni ko'p akkaunt ochgan deb ayblov qo'yishdi. Shuni isbotlab berishlarini so'radim. Ya'ni konkretni qaysi akkauntni ochganligimni. Ular menga mana bunaqa javob berishdi. Aytishdiki, biz sizga hech qanaqasiga yordam bera olmaymiz. Shu pochtangizga hamma narsa yuborildi. Ko'rsatib berishmadi menga, chunki men bundan boshqa akkaunt ochmaganman. Ulardan shu qaysi akkauntni qayerda ochganligimni ko'rsatib beringlar deb yozdim. Bu videoda olishimdan maqsad, sizlar ham shunaqa ishonib qolmanglar, pul yechmoqchi bo'lganlaringda. Birinchi pul tashishlar kerak bo'ladi, $15 so'raydi. Yechishlar uchun shu tashlagan kartalarga yechiladi. Qancha foyda qilgan bo'lsalaring, kartalar nomlaringda bo'lishi kerak. Va bu narsa bitta menda bo'lmadi, boshqa bir uzoqroq o'rtog'imda ham shunga o'xshash narsa bo'ldi. Bunaqa narsalarga ishonib qolmanglar o'rtoqlar. Kommentariyada yozishlar mumkin, kimda o'xshagan va kimda o'xshamagan. Agar video ko'p odamga manfaatli bo'lsa, like yig'ilsa, men buni ikkinchi qismini ham qo'yaman. Eskalizatsiya, ofitsialniy jalba kanaliga, regulyatorlarga jalba bilan chiqmoqchiman. Shunaqa oxirgacha cho'r borsa, nima bo'lishini ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Akalar, men bu brokerni yomon demoqchi emasman, prosta menimcha hech kim bundan pul yechmagan. Har xil bahonalar o'ylab topishyapti. Ikkinchi qismini bu videoda ishlatib tugatsa bo'ladi. Ikkinchi qismini kutinglar, like bosib qo'yinglar videoga. Ko'proq odam ko'rsa, ko'proq odam biladi, ovora bo'lib yurishmaydi.